Hech qachon siz haqingizda yomon gap aytayotgan odamlarga javob qaytarishlikka shoshilmang hech qachon. U g'iybat qiladimi, tanqid qiladimi yoki sizda yo'q narsalarni o'zingizga kelib aytib g'azablantirmoqchi bo'ladimi, javob qaytarishlikka shoshilmang. Men bugun bir kitobda o'qidim. Sabab sog'lom fikrli odamdan bunaqa narsa chiqmaydi. Siz haqingizda malomat qilib g'iybat qilyaptimi, demak u odamda o'zida muammo bor. Hayotida alamzadalik bor. Siz erishgan yutuqqa erisha olmaganligining afsusi bor. Imom Shoroviy rahmatullohi alayhi aytadilarki, seni tanqid qiluvchi, senga hasad qiluvchi odamlar atrofingda bo'lmasa, bilginki sen muvaffaqiyatga erishmabsan deydi. Mana har deb tanqid qilib o'ziga o'xshab nima qilmoqchi bo'ladi ayrim odamlar. Hamma bilan pachakilashaverib, hammaga o'zingizni oqlayman deb vaqt sarflayversangiz, o'zingizni haybatingizni yo'qotib qo'yasiz. Tog'larda haybati jim turgani bilan. Vaqtingiz arzimaydimi odamlarga vaqt sarflab? Ular aytayotgan tanqiddan xolimisiz? Ular aytayotgan malomatga o'zingizga to'g'rimisiz? Bo'ldi.